Otabek aka, mana shu game klub biznesi 3-4 yildan beri aktual bo'lib boryapti, sezyapsizmi? Ha, eng aktual bo'layotgan bizneslardan bittasi shu. Biznesni ochib olish uchun o'zi taxminan qancha pul ketar ekan mana shu? Shakar aka, mana hozir Chilonzordagi Svat kompyuterxonasidamiz, game klubda, ya'ni bu yoqqa o'zimiz 70 ta kompyuter ustanovka qilib berganmiz. Kes, monitor, naushnik, kreslo hammasiga общий $49,900 ketgan 70 ta kompyuterga. Endi qolgan rasxodlari, remont, internet kabel, kamera, boshqa narsalarga xo'jayinning o'zidan so'raymiz ketdik. Sarvar aka, kompyuterga общий nechta ketganini biz aytdik. Endi siz shu holatga kelgunicha uchun nechta rasxod bo'lganini ayting. Hayotda siz hozir 49,900 ketdingiz. Общий hisobda olganda bir 70-80 ming atrofida ketdi. Bu общий turishi hammasi. Mebel texnik anulari, stol ustunlari, kreslolari, hamda mayda-chuyda hammasi. Hisobda olganda bir 75-80 ming atrofida ketadi. Sarvar aka, mana общий nechta ketishini hozir bildik. Endi kompyuterlarga keladigan bo'lsak, bizning xizmatimiz qanaqa aka? Kamchiliklar yo'qmi, hech qanaqa? Xudo xolasa, klientlar xursand. Klientlar muammo yo'q deyapti. Hammasi yaxshi. Xudo xolasa kelajakda ham yaxshi ishlayversa, men sizlarga ishonaman. Yaxshi ishlashni kompyuterga yomon emas. Hammasi joyida. Muammo yo'q xudo xolasa. Akamlarga sifatli qilib ishimizni bitirib berdik, xudo xolasa. Hamma narsadan rozilar, xudo xolasa. Aka, kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, game klub, logistika, ofis, mana bu kompyuter, nima kerak bo'lsa, sizga nomerdagi hujjat qo'yib beramiz. Sifatli qilib bitirib beramiz ishlarni.